Xo'p, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz bilish uchun bizga eng qulay yo'llardan bittasi o'qish va o'rganish orqali bizni o'rab turgan dunyoni anglaymiz. Yaxshilab o'qish inson zehnini uyg'otadi, kengaytiradi. Kundalik hayotimizdan biroz bizni sug'urib oladi. Ruhiy olamga yetaklaydi. Insonni o'qish o'ziga yaqinlashtiradi. Hozirgidan o'qirkanmiz, hozirgidan biroz yaxshiroq, biroz ulg'ayganroq, biroz durustroq biriga aylanib boraveramiz. Bir kitobni o'qigan odam u kitobni o'qishni boshlagani lahzadan bir qadar bo'lsin o'zgargan bo'ladi. Hatto masalan mendan so'rasangiz, siz uchun kitob nima yoki o'qish nima deb so'rasangiz, men aytardimki, boshqa bir olamga, xuddi bir sakrab o'tganday, sizga begona bir olamga, sizga begona bir insonlarning hayotiga ozgina bir muddatda kuzatuvchi o'laroq bor bo'lish. Buni jisman imkoni yo'q, ammo ruhan va zehnan buni yashatadi menga kitob. Biz kitob o'qiydiganlar uchun kitob o'qishni va yoki o'sha kitoblardan ta'sirlanib o'zimiz uchun qanaqadir bir deylik eslatmalar yozishni, buni bir bizga beradigan maroq deylik, maroqlardan biri u kitobni yozgan insonni fikrlari va u fikrlarni biz o'qiganimizdan keyin unga bir deylik javob berar ekanmiz. O'z-o'zidan bizni ham u mavzuda nima o'ylashimiz va nima tushunishimiz, nima ma'lumotimiz borligini o'zimiz ham bir test qilib ko'rgandek bo'lamiz. Quruqdan quruq o'qimaymiz. Bilib bilmay, anglab anglamay biz ham u yerda ko'tarilayotgan masalalarga, voqeliklarga, fikrlarga nisbatan ichimizda bir ovoz paydo bo'ladi. Gohida qo'shilamiz, gohida inkor etamiz, rad etamiz. Quloq deydi, ko'z ko'rmagan narsalarni eshitadi deydi. Qarang, quloq ko'zdan qochirgan narsalarimizni, ko'rmay qolgan narsalarimizni eshitadi. Va yana aytishadiki, quloq ko'zni ko'rishga majburlaydi deydi. Nima degani bu? Bir qiziqish uyg'onadi. Bir ovoz e'tiborimizni bir tomonga jalb qiladi. E'tiborimiz jalb bo'lgan tarafga qararkanmiz, bir narsani ko'ramiz. Buni endi ma'naviy olamga o'tkazib tushunaylik. U kitob bir ovozdir. U yerda bir fikr bordir, bir tuyg'u, bir his bordir. Biz uni o'qirkanmiz, o'z-o'zidan biz u yerdagi yozilayotgan narsalarni tasavvur qilishni boshlaymiz, ya'ni ko'rishni boshlaymiz, anglashni boshlaymiz. O'shaning uchun aytyapmanki, biz hech qachon qadam bosmaganimiz ko'chalarda yuramiz.
hech qachon borligidan xabarimiz bo'lmagan uylariga tashrif buyuramiz. Dunyoni qaysi bir burchagida hayotda hech qachon ko'rishimiz mumkin bo'lmagan insonlar, ya'ni kitob qahramonlari bilan bir stol atrofida o'tirib suhbat qilgandek bo'lamiz. Ularni hech kimga aytmagan ichki olamlariga, dunyolariga, muammolariga sherik bo'lamiz. Ular uchun qayg'uramiz. O'zimizni hayotimiz bilan solishtiramiz. Bunday bo'lmasaydi, bunday bo'lsaydi deymiz. Voqeani o'zimiz istagan bir tomonga tortishni istaymiz. Lekin u voqea bizga bo'ysunmagani holda o'zini taqdir yo'lidan yurishni boshlaydi. Bu yerdan bunday ekanligidan bir hikmat qidiramiz. Yana o'zimizni hayotimizga qarab solishtiramiz. Nega bu so'zni ishlatdi? Bu so'zni ishlatsa bo'lmasmidi deymiz ich-ichimizdan. Doimiy ravishda bir kuzatuvchi, bir ishtirokchiga aylanamiz. Bir xillar masalan aytadi-yu, menga kitob o'qish uncha yoqmaydi. Men deydi, uyqum keladi deydi, yo sabrim chidamaydi deydi. Shu nima deydi? Boshim g'ovlab ketadi deydi. Kichkina ko'p kitob o'qima deydi. Boshing g'ovlab ketadi degan gaplar ishlatiladi-yu kichkinalikda. Kitob o'qimaydigan va o'qishni bilmaydigan odam tasavvur qilishingiz uchun aytyapman-da. Kitob o'qimaydigan bir kimsa bilan hech ham o'qishni bilmaydigan bir johil odamni o'rtasida bir farq yo'qdir. Kitob o'qimaydigan odamning umuman o'qishni bilmaydigan, o'qishni yozishni bilmaydigan odamdan bir ustunligi yo'qdir. Agar siz hozir hayotingizda kitob yo'qmi? Kitob o'qimayapsizmi? Hech o'qishni bilmaydigan odamdan farqingiz yo'q aslida. Bitta farqingiz bor. Siz o'qishingizni da'vo qilasiz, u da'vo qilmaydi. U yerda ham u ustunroq. O'qishni bilishni o'zi yetmaydi. Bu johillikdan qutqarmaydi. O'qishni boshlagandan keyin inson bilimsizlikdan qutulishni boshlaydi. Har doim masalan menga ko'p savol berishadi-da, yaxshi kitobni qanday topsam bo'ladi? To'g'ri kitobni, durust kitobni. Buni bittagina yo'li bor, men bilgan. Buni yo'li faqat o'qishdan iboratdir. Kitoblarni o'qiysiz va yaxshi yomonligiga ajratasiz. U ham sizga ko'ra, bizga ko'ra yaxshi va yoki yomon. Mutlaq bu asar bu asar bu. Masalan, romanlar haqida gapirganda, romanni tushuntirish biroz qiyin. Bunday bo'ldi, yo'q, uni yashash kerak. Hatto 90% kitoblar asosida olingan filmlar u kitobni 10% ni ham ochib bergan yo bera olmagan. Masalan, deylik bir xasta, bir kasal odam, uni ichidan bir chorasiz qolgan, deylik shol bo'lib qoldi, deylik. Faqat zehni bor, fikri bor, ovozi bor, lekin butun jismi ishlamaydi. U odamni ichidan o'tayotgan hayot haqidagi fikrlari kitobda 50 bet. Yozuvchi yozadi. Lekin uni kino qilarkan, bilmadim, uni bir nechta harakatlar va ko'z qarashlari bilan 50 betlik ma'noni, uni ichidagi tug'yonni, isyonni, fikrlarni, hayot haqidagi qarashlarini bir nechta harakat orqali ochib bermoqchi bo'ladi. Bu mumkinmi? Mumkin emas tabiiyki. Ya'ni bu kitobni o'zini o'rni bor. Uni o'rnini boshqa hech narsa bosa olmaydi. Kitob o'qiyotgan odamni didi noziklashib boradi. Eng nozik nuqtalarigacha hayotni anglashni boshlaydi. Aytadigan gaplari paydo bo'ladi.
fikrlari, munosabati paydo bo'ladi. Qayerlarda bir chekka chukkada qolib ketgan, hech kim e'tibor qilmaydigan narsalar, burchaklarda qolib ketgan. Biz bu narsalarni anglashni eng go'zal yo'li kitob deb bilamiz. O'sha hech kim e'tibor qilmayotgan burchaklardagi masalalarni anglashga o'rganamiz. Agar ta'bir joiz bo'lsa, kitob o'qishni o'rganish yoki kitob o'qishni odat qilish deylik, xuddiki yurishni odat qilish, ya'ni yurishni o'rganishdek bir jarayondir. Qanday biz sekin-sekin, kam-kamdan yiqilib, emaklab yurishni o'rgangan bo'lsak, keyin ravon yurishni boshlagan bo'lsak, xuddi shunday kitob ham avval boshida qiynalamiz, dankasaligimiz tutadi, bahonalar qidiramiz, o'qimaslik uchun boshqa ovozlisini eshitib qo'ya qolay deymiz, yo filmi bo'lsa darhol filmini ko'rib qo'ya qolay deymiz. O'zi bu kitob nima haqida ekan degan savollar beramiz. Masalan, ajoyib savol. Bu kitob nima haqida? Bu noto'g'ri bir savol kitob haqida. Tabiiyki endi bu bir ilmiy mavzularda, boshqa nimalarda tushunarlidir, ammo roman o'qirkansiz, qissa o'qirkansiz, bu kitob nima haqida degan savol meni nazdimda noto'g'ri savoldek tuyuladi. Nima haqida bo'lishi mumkin? Hayot haqida. Qaysiki bizni hech xabarimiz yo'q bo'lgan. Nega yurishni qayta o'rgangandik? Chunki tashqi dunyodan ichki dunyomizga bir o'tish yo'lidir kitoblar. Kim kitob o'qimayotgan bo'lsa, ichki dunyosidan xabari yo'q degan. U yerga o'tadigan eshigi yopiq degan, ta'bir joiz bo'lsa. Tashqi dunyodan ichimizdagi dunyoga o'tishni bir yo'lidir. Kitob o'qish. O'zimizni anglamoqchi bo'lsak, tanimoqchi bo'lsak, bilmoqchi bo'lsak, tabiiyki u eshikni ochamiz. Bu eshik faqat o'qish orqali ochiladi. Inshaalloh tushunarli bo'layotgan bo'lsa kerak, sodda, tushunarli qilib gapirishga o'zimcha harakat qilyapman. Bir ustozimiz bor edi. Uni bir gapi bor edi. Hech esimdan chiqmaydi. Soatlab televizor ko'rishdan o'zingni qutqar. Faqat o'qigandagina tirik qola olasan. Bo'lmasa Aytmatovning manqurti bor-ku. Manqurtiga aylanib qolasan. O'qiyapmanmi, yashayapman degan bir narsani o'zingga singdirib olgin. Oqshomlari oilamizda televizor qarshisida soatlarcha vaqtni o'ldirishdan o'zingni qutqar, oilangni qutqar va deginki, o'qiyapmizmi, demak biz yashayapmiz degin. Bolalaringga o'qish bir ko'nikmasini paydo bo'lishi uchun kuch sarfla, vaqt sarfla va deginki, o'qiyaptilarmi, demak ular ham yashayaptilar degin. Ularga ham bunday deyishni o'rgatgin. Bormizmi, tirikmizmi? O'qiyapmizmi? O'qish uchun bormizmi, tayyormizmi? Kuch topa olyapmizmi? Yoki boya aytganimizdek, o'qimagan odam bilan
o'qishni yozishni bilmaydigan inson o'rtasida bir farq yo'qdek, biz ham bunga rozi bir holatda hayotimizni davom ettiryapmizmi? Ko'p o'qiydigan odamlarni kitob qurtlari deb qo'yishadi. Shunaqa nimalar bo'ladi. O qadar ko'p o'qishadiki, kitob qurti. Va endi tabiiyki bu bir qo'shtirnoq ichida tabiiyki. Buni bir kasallikka ham o'xshatishadi. Bilmayman, men masalan o'qimasam har kuni. Men endi o'zimdan kelib chiqib aytyapman. O'zimga bir nima o'zimni ko'klarga ko'tarish haqi emas niyatim. Tushunarli bo'lish uchun aytyapman-da, o'qimasam, har kuni yangi bir narsa o'rganmasam, hayotim mendan bir qadar olingandek his qilaman. Hattoki uxlashga vijdonim yo'l qo'ymaydi. Mana charchaganman o'sha kun, tasavvur qiling, kitob o'qiy olmadim deylik. Kechqurun uxlashga qiynalaman. Ya'ni uxlasam bir xuddiki bir katta xato qildim. Bir vijdonim oldida bir rohatlanib uxla olmayman ham. Bir soatda turib olaman, 1000 marta bezovta bo'laman. Agar masalan uxlashdan oldin bir 50 bet hech bo'lmasa kitob o'qisam, keyin bir katta bir ish qilganday, bir narsani anglaganday, ya'ni bugunni bo'sh-bo'sh bekorga o'tkazmaganday bir ichimda bir o'zimdan ozgina minnatdorlik bir hissi nima bo'ladi. Bir narsa o'rgandim-ku, yangi bir narsa. Bu kunni bir isrof qilmadim-ku deb ichimdan o'ylayman. Va fikrlarimni mana shu nima bilan men bir muxtasar qilaman, keyin savol-javob qismiga o'tamiz. Imom G'azoliyni bir fikr bilan bugungi fikrlarga bir xulosa qilmoqchiman. U kitob ta'sirida deb yozadilar, inson aldanishdan qutuladi deydilar. Ya'ni kitob u kitob deb Qur'oni Karimni nazarda tutib aytadilar. U kitob soyasida inson o'g'li, inson bolasi aldanishdan qutuladi. Qur'oni Karimni o'qish odobi nomli kitobida Imom G'azoliy buni aytadi. Tabiiyki biz insonlar uchun eng ko'p suyanadiganimiz shoshmasdan, masalan, ozgina payt ichida 3-4 kunda xatmi Qur'on qildim. Buni ham tabiiyki savob nuqtai nazaridan bir nimasi bor, lekin uni anglash, uni tushunish, gohida bilmadim, u yerdagi bir oyat ustida oylarni, yillarni o'tkazish mumkin. Masalan, o'sha qiyomat kuni tasvirlangan oyatlardan birida u kunda u qadar, ya'ni qo'rq ma'nosini aytyapman, u qadar vahimali, qo'rqinchliki, yosh bolalar qiyomat kunini qo'rquvidan yuzlariga ajin tushib qari odamlar shakliga kirib qoladi degan bir oyatni o'qish, shunchaki o'qib o'tib ketish uni tushunmaganligimizni bildiradi. Uni anglash uchun aytyapman. Bir yuzlari toza, bir ajini bo'lmagan farishtadek bolachalar, yuzlar u kun kelganda uni qo'rquvidan yuzlariga ajin tushib ketish haqida gap ketyapti. Naqadar katta iztirob, naqadar katta qo'rquv, bunday kun borligini bilganimiz holda bizdagi bu xotirjamlik qayerdan? U kunga men tayyormanmi? Bugun bu dunyoni deb u yoqqa bu yoqqa chopayapman, ammo
u kun uchun ham bir narsa bormi menda? Uni angladimmi? Uni qo'rquvini, u kunni kelishini, bir javobgarlik borligini, yosh bolalarni yuziga ajinlar tushib ketish haqida gap ketyapti. Bu qanday sodir bo'lishi mumkin? Mana bu dunyoda necha marta qo'rqdim, undan qo'rqdim, bundan qo'rqdim, och qolishdan qo'rqdim. Bilmadim, mingta narsadan qo'rqib yashayman, lekin ularni bittasi ham hatto sochimga oq tushirmadi. Lekin u kun qanday kunki, u qo'rquv qanday qo'rquvki, yosh bolani yuziga ajin tushib ketsa, deb tafakkur qilib, singdirib, anglab o'qish haqida gap ketyapti. Shundagina aldanishdan qutulamiz. Kimga? Dunyoga. Nimaga? Xoy-havasga.